Enter game. Bu videolardagi qurilma Nabbin Device. Uning yordamida siz galaktikalar uzra sayr qilishingiz, dunyoning istalgan joyiga sayohat qilishingiz, xotiralaringizga sho'ng'ishingiz, virtual o'yinlarni xuddi hayotdagidek o'ynashingiz, o'zingiz sog'ingan inson bilan gaplashishingiz mumkin. Va bu siz o'tirgan xonadan ham realroq ko'rinadi. Aytsam ishonmaysiz, bu yangi texnologiya atigi 10 yoki 20 yildan keyin chiqadi. Hozir esa shunchaki Black Mirror serialining 7-fasli reklamasi. Bu qurilmani mashhurlar sotib olib, xuddi realdek ishlatib ko'rishyapti. Bilasizmi, negadir ba'zilarning ko'zlari oqaryapti, ba'zilari esa shunchaki hushidan ketgandek yiqilyapti. Bu serial uchun ajoyib marketing, shunday emasmi? Ha, aytgancha, siz bu qurilmani o'zingizda sinab ko'rgan bo'larmidingiz? Izohlarda fikrlaringiz bilan bo'lishing. Videoni barcha do'stlaringizga jo'natib qo'ying.